Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat.uz kanali obunachilari, chorvadorlar, semiz buqa ishqibozlar. Bugungi videomiz Namangan viloyat Uychi tuman Yorqo'rg'ov Chorva bozorida. So'z Fozilov Shedalar. 562 kilo. Bo'la 130 ga piylis. 560. Hop. Semiz 62 ming so'mdan Fozilov sotdilar. Stozika. Nech puldan bo'ldi bu? Qanchadan qaytdi bu? Semiz bo'lishdi. Hop, endi bichakkadan Xudo xolasa videolarimizni boshladik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Bugun cheslamiz 2025-yil 22-oktyabr. Nech pul bo'ldi boqma? 22 million so'mdan boqma, 1.15 atrofida. 22 million so'm. Biz videolarimizni inshaalloh hozir semizlar qatoridan videolarni boshladik. Sal kech qoldik. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Shundan bir mollarimiz bor. Bular sotilgan variantlari mo'ljalli. Qanchadan bo'ldi bular? Puli bilmadinglar? Semizlar sotilgan. Semental. O'z mo'ljalli mash chiqitganini bilaylikchi. Qancha bo'ldi bu aka? 63 ming so'mdan 120 bo'ylar. Bu nech puldan bo'ldi? 61 ming so'mdan 130 ga pilis bo'ylari. 61 ming so'mdan, nariga 63 ming so'mdan, nariga semizli bundan. Hop, endi mana keyingilarni bilamiz bu yerdagilar. Qanchadan sotildi bular? Egasi yo'q, lekin semizlar sotilgan variantlardan bular. Hop, endi egasi bordan bichakadan ko'rib ketaveramiz, xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Hop. Charchamani rahmat. Savdosi qancha bo'ldi ekan? 45,5 bersa uni bermiddilar ular. Buning o'zinimi? 45 million 500 ming so'm, bo'lar 140 atrofida. To'g'risiga chiqmabdimi? Aka, charchamayapsizmi? To'g'risiga chiqar bir 900 kilo ag'bag'ida, xudo xolasa. 800 yuqorisida bo'lgan 45 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Keyingilari Galmix 1 2 3 4 3 ta ekan mo'ljalda Galmix. Bu 4dan 5 ta shikil Galmix semizda qala ekan. Chiroqli semirgan. O'zi bularni bitta inshaalloh qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Nech puldan bo'libdi bular? Savdo 65 mingdan. Qayerga sotildi bu? Jizzaxga 65 ming so'mdan Galmix sotilgan variantlardan. Hop, bularni to'rasini endi bitta yana so'rab ko'ramiz. To'rasi qanchadan chiqdi bular yo tortilmadimi? 8 kilodan 2 kilodan 8 kilodan. 802 kilodan. Quyuq suyuq shunaqa keldimi? 802 kilodan kelibdi, 800 kilodan hisob bo'lib sotilibdi Jizzaxga. Jizzaxga ketibdi 65 ming so'mdanga. Top 3 Mash 5 tasimi 6 tasimi? 8 dami? Hozirgi 5 kilo chiqdi. 491 kilo videoni o'rtasida ko'rgan 63500 so'mdanga tushibdi ekan. 8 tasi ekan. Hop, 8 tasi 65 ming so'mdan Jizzaxga ketgan variant. Endi keyingisini ko'ramiz. Bu yerda hop, ikkita katta. Nech puldan bo'ldi bu? Bu puli qanchadan bo'ldi? 62 ming so'mdan. Qayerga ketdi? Jizzaxga bu 62 ming so'mdanga. 650 kilo ag'bag'da kelib qoladigan chiqib ketdi hozir. Mana semental bilan o'qib bosh ko'ramiz o'zi. Nech puldan bo'ldi bu? 62 dan. Qayerga ketdi bu? Bu ham Jizzaxga. Jizzaxliklar rosa kelibdi bugun 650 kilo yuqorisida bo'lgan u ham xudo xolasa. Jizzaxliklar olib ketishibdi. Hop, endi mana keyingisini ko'raylik, mana semizlarni. Semental kimdan ekan bular? O'sha qanchadan bo'ldi bilmadim. Voy, sizlardan emasmi mana semental mollar? Egasi yo'q ekan buni, lekin semiz 700 kilo vaqtda ko'proq ham keladi. Egasi yo'q ekan. Hop, mana da Qirg'iziston paroda 3 ta. Qirg'iziston paroda. Va mollar kimdan ekan? Savdosini bilmadinglarmi? Qirg'iziston paroda. Hop, bo'lar 130 danga keladigan, lekin semiz 600 kilo ham chiqaveradi variantlardan. Hop, endi keyingisini ko'ramiz mana endi. Rossiyskiy bo'lsa kerak menimcha bu. Savdosi qancha bo'lib ekan buni? 52 million. 52 million. To'g'risiga chiqdimi bu? 871. 871 kilo 60 ming so'mdan. 3 kilo skitka 60 ming so'mdan 52 million so'm
Bo'pti, bu boqma. Boqsa yana ham yesa ochiladigan mol. Bo'ylari ham 1,5 ga pilis kelaveradi. 1,5. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? O'rmoni. Mana o'zimi? Mana ikkovi. 63 ming so'mdan. Bu rossiyskimi? Hozirga nechilar chiqdi bu? Nechilar chiqdi bular? 63 ming. 750 kilo, 700 kilo bag'da edi, 750 kilo olasi chiqibdi. Qirg'iziston paroda. Hop. Mana ikkovi 63 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Menimcha rossiyskiy bular. Rossiyskiy paroda mana shu ikkovi 62 ming, 63 ming so'mdan ekan. 63 ming-da? 63 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Rahmat charchamani. Mana simiz. Qirg'iziston paroda simiz. Mol o'ta go'zal. Oppoqligini qarang, buni yuvilganda ya. Asli yuvilma, o'shada jon bo'libdi-da. Mol yechilib ketdi monjonni. Hop, hozir buni bilamiz ma'lumotlarni. Qanchadan bo'ldi buni savdosi aka, o'rmoni? 2 so'm 65 ming. 64,800 so'mdan savdosi bo'lib ekan. 200 so'm kam 65 ming so'm deyishyapti. 64,800 so'mdan 700 kilo yuqorisida, xudo xolasa. 700 kilo yuqorisida. Bunisining qanchadan bo'ldi? 61 mingdan. O'zi shuni savdo qilasizlar? Savdosi bo'lyapti o'zi shuni. Yo'q, bilaman. Bering. Kelishingni, beringni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Qirg'iziston paroda. O'zi oqib ketibdi, kichkina-yu, lekin zo'r semirgan. Savdosi qancha bo'ldi buni akalar? 64 ming so'mdan. 64 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Mol dumbi savolga lekin. Yo'qsiz holatda 64 ming so'mdan 500 kilo chiqib qoladi, xudo xolasa. 64 ming so'mdan savdosi bo'libdi ekan. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 62 ming so'mdan boqma, bo'ylar 1,5 atrofida chiqib qoladi. 140 ga pilis. Hop, boqma. Endi so'ysam bo'ladi lekin. 700 kilo bag'da chiqadi, 62 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Boqsam bo'ladi, so'ysam bo'ladi. Asosan yo'qsiz akalar aka, qiziq joyi yo'qsiz. Xudo xolasa. 62 ming so'mdan. To'raziga chiqmadimi? To'raziga nechkilar? Nechkilar? 100 kilo kam 1 tonna. 700 kilo yuqori dedim. 100 kilo kam 1 tonna 900 kilo chiqibdi-yu. Shuncha ham adasham, yo 10 ga ichidamiki, quruq yegan bo'lsa shunaqada, lekin 1 tonnaga o'xshamaydi bu. Hop, endi keyingisini ko'ralik uchun mana kichikga lekin chiqibdi, gapir, chiqqan bo'lsa zo'r xursandmiz. Qirg'iziston paroda yosh, bo'ylar 1.30 chiqadi, lekin chiroyli narsa. Qancha bo'ldi buni savdosi? 34 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi ekan. Suvishga tayyor bu. Hop, endi keyingisini ko'ralik uchun mana edagilarni keyin mana bu taraf bitta olib kelish kerak edi. Shu taraf doim chala qolib ketadi-da shu videoda. Mayli, ko'rib kelamiz, keyin qaytamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Savdosi 38,5 million. 38 million 500 ming so'm. To'raziga chiqdimi? To'raziga chiqmadi. To'raziga chiqmadi. Qo'yag'icha 38 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi, boqma. Bo'ylar 1.35. Voy, nech pul bo'ldi bu puli? 29 million, boqma. Hop, endi keyingisini ko'raylikchi. Savdosi qancha bo'ldi buni? Bu bo'yagilar ishkiliga To'razidan qaytdimi? Sotilganlar. 65 mingmi bu? 62 mingdan bo'ldi. 62 mingdan bunisi. Hozirga 64 ming bo'ladi. Ozgina kam 64 ming savdo qilishyapti. Ichkilar chiqdi bu. 750 kilo, 655 kilo. 750 kilo bunisi. Hop. 672 kilo bunisi. Bo'ylar pashta bir xil, ikkovniki ham. Semizligidan nari semiz, keng eniga kengroq. Sotishibdi, yo'qsiz inshaalloh. Buni 62 ming so'mdan savdosi bo'lyapti o'zi. Do'stim, haligini oldingmi? Charchamani rahmat, barakasini bersin. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Bunisi nech pul bo'ldi savdosi? Savdosi qancha bo'ldi aka buni? O'qib 32,5 mingga sotildi. 32 million 500 mingga sotildi. 1.30 bo'ylari. To'raziga chiqmabdimi-ki? 560 kilo. 32 million 500 mingga sotilgan 560 kilo. Hop, sementalcha qancha bo'lyapti bu? Buni 58 dan To'raziga sotdi. 58 ming so'mdan To'raziga. Uch bilan. 450 kilo chiqib qolar, xudo xolasa. Ko'proq kelar. Ko'proq kelarmi-ki? Barakasini bersin qancha bo'lsa. Charchamani rahmat ma'lumot uchun. Shunaqa chiroyli ma'lumot berib turgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Qirg'iziston paroda. Buni bilaylikchi. Buni savdosi qancha bo'ldi?
Savdosi 36 million. To'g'risiga chiqdimi? Bunisikichi. Sizdan bor. 36 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'ylar 1.30 ag'bag'ida chiqib qoladi. Plus 1.30 ga 550 kilo, 600 kilo ag'bag'ida chiqib qoladigan variantlardan 36 million so'm bo'libdi. Bunisi kimdan ekan? Egasi yo'qmi? Semental. Kimdan ekan bular? Sizlardanmi? Qaysi biri sizdan? Qancha bo'ldi bu ikkovi? Sizniki qaysi biri ikkovimi? Har sotilgandami? Baraka bo'lyapti. Mana uchovimi? Uchovini bilmay ketgandim bu narxini. Necha pul bo'ldi bular? 65,5 savdosi bo'lyapti bu. Boya videoni o'rtasida egasini topa olmay ketganda mana uchov mana o'sha. 65,500 so'mdan savdosi bo'lyapti. Mana yelkani qarang. Bir xil lakasimiz mana shu o'rtasidagi 65,500 so'mdan savdosi bo'lyapti ekan. To'g'risiga chiqdimi bu? To'g'risiga? Hali to'g'risi chiqmadimi? Qirg'iziston paroda. Mashakamiz o'zlari boqibdilar. Qudratus. Hop, endi keyingisini ko'ramiz mana. Va savdosi qancha bo'lyapti? Boqmani savdosi bo'lyapti. 1.30 ag'ba chiqib qoladi boqma. Puli qancha bo'ldi puli? 59 danga. 59 ming so'mdan to'g'risi so'rashyapti o'z mashina. Boqma. 500 kilo ag'ba chiqib qoladi. Sementalchi qancha bo'ldi bu? Egasi yo'qmi? Bo'ldi, rahmat injinier o'g'lim. Keyingisini ko'ramiz. Semental bu ham. Savdosi qancha bo'ldi buni? 61 ming so'mdan to'g'risiga chiqdimi? To'g'risiga chiqmadi. 61 ming so'mdan savdosi bo'lyapti lekin shuni. 61 ming so'mdanga. Molimiz 700 kilo yuqorisida. 700 kilo bag'da chiqib qoladi. Hop, 61 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Endi keyingisini ko'ramiz. Mesni paroda. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? 30 million. 30 millionmi? 31,5 mi? 31 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Biri 35 ag'bag'da chiqadi bo'ylari. 31 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti o'zi. Endi keyingisini ko'ramiz. Keyingisidan ko'ramiz mana yerdagi. Keyingilarini ko'ramiz mana yerdagilarni. Qirg'iziston paroda. Boqma bilan asosan. Sotilib chiqilib monjalda. Qanchadan ketdi bular? 58 mingdan. Nechtasi? Mana to'rttasimi? 58 ming so'mdan boqma to'g'risiga ketibdi mana shu to'rttasi. Hop, 500 Sirdaryo ketibdi ekan bu Qirg'iziston paroda 58 ming so'mdanga bo'lar 1.30 dan quyug'i suyga aylanib qoladi. Hop, kilosiga 500 kilo hisoblarini, mana 500 kilo chiqmasa, mana 500 kilo yuqorisida quyug'i suyga 500 kilo hisoblaganda 58 ming so'mdan Sirdaryo ketibdi. Endi keyingisini ko'ramiz. Qanchadan bo'ladi savdosi aka bilan o'rmoni? 61 millionga bermayapti. 61 million ikkovini? 61 million 30 million 500 ming so'mdan mana ikkovini berilmayapti. Bo'ylab 1.30 dan keladi. Boqma lekin. 31 million 30 million 500 ming so'm 61 millionga. Aka qancha bo'ldi savdosi? Savdosi 30 million bermadingiz. 30 million so'm savdosi bo'libdi. 1.30 keladi buni ham bo'ylari. 500 kilo bag'da chiqib qoladi, xudo xolasa. Hop, keyingisi o'zmoz. Adashim bor ekan bu yerda, shu hududidagi. Adash aka. Va qancha bo'ldi savdosi aka buni? 28 million 650 ming sotildi, 120 ga plus bo'ylari. So'ysa bo'ladi variantlardan. Bular qancha bo'ldi? Qanchadan savdosi bo'lyapti? To'g'risi 58 ming so'mdan. Sementalmi, Greenfortmi bilib bo'lmadi. Rangi Greenfort kun beryapti, kalali semental. Hop, 58 ming so'mdanga to'g'risiga savdosi bo'libdi. 500 kilo vaqt chiqib qoladi. Bunisikicha qancha bo'ldi bu? Bu sizmi? 2 kam 30 million. 29 million 800 ming so'm savdosi bo'libdi ekan. Sotildimi o'zi yo berilmadimi? Berilmabdi ekan demak. Savdosini ko'rdik. 1.30 ag'ba chiqadi bo'ylari. 500 kilo. Xo'p, endi keyingilarini xudo xolasa semizni mana bu yerdan ko'rib chiqamiz qolganlarini. Shu joydan davom ettirib. Mana savdosini tavsiya keldi. Qancha bo'ldi savdosi buni aka? Mashina savdosi bo'lyapti. Qancha? 38 million so'm.
8 million so'm. Qudrat o'zidan aka, xudo xolasa. Hop, 8 million so'm savdosi bo'lyapti. Voy, nech puli bo'ldi bu? Qancha bo'ldi? O'ziga assalomu alaykum. 61 dan. 61 ming so'mdan ola go'sht katta. Hop, mana uni bo'ylar biri 30 chiqadi. Bu to'raziga 600 kg qiynaladi. 500 kg, 550 kg chiqib qoladi, xudo xolasa. Keyingisini ko'ramiz mana yerda. Qancha bo'ldi buni savdosi aka? 57 million bilan. Mana ikkovi. To'raziga chiqdi-ku adashmasa. To'raziga chiqmadi. Ikkovi 57 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylar 125 ga qiynalib chiqib qoladi, lekin 500 kg ag'bog'ida chiqib qoladi, xudo xolasa. 500 kg ag'bog'ida. Savdosi bo'lyapti mana. 57 ming so'mdan. Hop, endi keyingisini ko'raylik, o'zi semizlar ham yakunlar. Mana bu o'sha bo'yaga edi. 63.500 so'mdan mana shu edi. Mana ikkovi qoldi, bilaringchi. Savdosi qancha bo'ldi bu ikkovini? Mana shu ikkovini bilalikchi savdosini. Savdosi qanchadan bo'ldi bularni? Sizlardan emas. 125 bo'ylar, 500 kg bo'y chiqadi. Savdosini bilmadim. Mana shu yerda mana uchta katta bor ekan. Buni bilalikchi so'ygan tayyorlardan Xudo xolasa sementalga Qirg'iziston parodi Shvet. Hozir bilamiz. Bo'ylar bularniki 125 dan, ergisiniki 140 qo'shiq ham kelaveradi. Hop. O'tib bermadingiz bir so'm. Mana 300 ming so'm olaman. Bo'ldimi, gaplashdim. Pul qanchadan bo'lyapti o'zi? Hurmani. Endi savdo. 500 kg bag'ida chiqib qoladi, mana kattasi. Bundan katta mana. Hop, 800 kg, 850 kg chiqib qolsa kerak kattasi. Hop, endi savdosi bo'lyapti deyishyapti, hali savdo bo'lmabdi. 62 ming so'mdan deyishyapti. 62 ming so'mdan qilishyapti. Hop, endi keyin Qirg'iziston parodini ko'raylik semizni. Qancha bo'ldi savdosi aka buni? Savdosi qancha bo'ldi buni? Bilmadik aka. Sizlardan emasmi? Rahmat, charchadim. Qancha bo'ldi bergani? So'ng qancha bo'ldi so'm? 65 dan bermayman. 65 ming so'mdanga. To'raziga chiqdimi? To'g'ri chiqmadi. To'raziga chiqmadi. 65 ming so'mdan bermayman. 65 ming so'mdan berilmayapti. Bu yil zo'r chiqqan Qirg'iziston. O'zimiz mesni paroda ekan, lekin bu to'raziga xudo xolasa 600 kg ga qiynalib chiqib qoladi Qirg'iziston paroda. Qirg'iziston paroda ekan. Mana buni mesni paroda desam Qirg'iziston paroda ekan. 65 ming so'mdan berilmayapti. Rahmat aka, charchaman. Hop. Endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? Hozir berib boylab qo'yishni buni bilmadim aka. Buni bilinmadi lekin. Hozir olib kelib o'ylashibdi. Olinibdi ekan. Rahmat, charchaman ma'lumot uchun. Hop, endi hurmatli obunachilar, mana shu yerda bitta Shvet bor ekan. Semiz. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? 31 million 600 mingga sotilgan varianti so'ysa bo'ladi buni. 31 million 600 mingga so'ysa bo'ladigan variantlar. Va nech puli bo'ldi bu? 59 dan. 59 ming so'mdan to'raziga chiqib ketyapti. Biri 35 atrofida bo'ylar. 59 ming so'mdan. Hop, hurmatli obunachilar, endi video xuddi shu joyda boqmalarni boshlaymiz. Boqmalardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishingizdan chiqasiz mana, xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz bozorlarimizda. Sog' bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.